RKLga tushib qoldingizmi? Shunchaki kutmang. Mana nima qilish kerak. Birinchi navbatda sizni reyestrga aynan nima sababdan kiritishganini aniqlang. Sababni bilmasdan turib, reyestrdan chiqish yo'lini aniqlash qiyin. Ikkinchidan, migratsiya kartangiz, Rossiyada bo'lish muddatingiz, ro'yxatdan o'tish hujjatingiz, patent, mehnat shartnomasi va topshirilgan bildirishnomalarni tekshiring. Ko'pincha muammo bitta hujjat yoki o'tkazib yuborilgan muddat bilan bog'liq bo'ladi. Uchinchidan, agar haqiqatdan ham qoidabuzarlik bo'lgan bo'lsa, qonun doirasida uni bartaraf etishga harakat qiling. Agar siz reyestrga xato bilan kiritilgan bo'lsangiz, buni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ing. To'rtinchidan, hujjatlaringizni ilova qilgan holda Ichki ishlar vazirligiga RKLdan chiqarish haqida murojaat qiling. Eng muhimi, agar rad javobi berilsa yoki ma'lumotlar tuzatilmasa, qarorni qonunda belgilangan tartibda shikoyat qilish mumkin. Agar siz RKLga tushgan bo'lsangiz, izohlarda kodeks deb yozing. Qaysi shahardan ekaningizni va reyestrga nima sababdan kiritilganingizni yozib qoldiring. Bu videoni Rossiyada yashayotgan tanishlaringizga yuboring. II Kodeks kanaliga obuna bo'ling. Bunday vaziyatlarda to'g'ri yo'lni topishga yordam beramiz.